Instagram juda ham katta yangilik qildi. Endi sizni million prosmotr qilishingiz juda ham oson. Faqat videoni oxirigacha ko'rib tushunib olishingiz kerak. Instagram endi o'zbek tilini ham yaxshi tushunyapti va o'zbek tilida ham SEO funksiyasi yaxshi ishlayapti. Ya'ni SEO funksiyasini Instagram joriy qilgan. Bu qanaqa funksiya? Instagramga kirib, deylik, sotuv so'zini yozib qoldirsangiz, sotuv bo'yicha kontentlar sizga kelib chiqadi. Topoviy, zo'r prosmotr olgan, zo'r ma'lumotli kontentlar chiqadi yoki inglizchada shuni sales deb masalan sotuv deb yozadigan bo'lsa, ingliz Amerikadagi top prosmotr olgan videolarni sizga chiqazib beradi. Bu funksiya Google'da ham, YouTube'da ham bor. Masalan, kalit so'zi, masalan, sales deb yozadigan bo'lsangiz, Google'da ham, YouTube'da ham o'shanga oid zo'r videolar sizga yoki zo'r saytlar kelib chiqadi. Instagram ham xuddi shunaqa qildi. Yoki masalan, Instagramga любой so'z, masalan, shifo so'zini yozib qolsangiz ham siz shifoga yoki davolanishga oid bo'lgan kontentlarni chiqazib beradi. Endi bundan qanaqa foydalanasiz? Inglizcha yoki ruscha topoviy sizga kerakli bo'lgan sohadagi so'z yozib qoldirasiz. Ularda top prosmotr olgan videolarni olib, o'zbekchada adaptatsiya qilsangiz bo'ladi. Yoki O'zbekistondagi raqobatchilaringizni analiz qilish uchun o'zingiz sohangizdagi top bitta so'z yozasiz. Kalit so'zni kiritganingizdan keyin Instagram sizga o'sha raqobatchilaringiz top videolarini chiqazib beradi. Bu instrumentdan maksimal ertaroq va puxta foydalanishni maslahat beraman, chunki Instagramingizni rivojlantirgan bo'lsangiz, sizga juda ham foydali instrument bo'ladi. Content marketing haqida 4 yillik tajribamdan kelib chiqib, full informatsiyalarni berib boraman. Sahifamga obuna bo'lib kuzatishda davom eting.